Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Nurafshondagi qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Step School'da. Step School'da. Rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Ingliz tili o'quv markazlarini bilasizmi? Nurafshonda. Yo'q, bilmas ekan. Lekin eshitgandim. Eng katta natija qaysi birida bor deb o'ylaysiz? Nima bir narsa degan kollej bor edi. Ingliz tanasi bor edi. Ha, shunaqaroq. Eshitgandim. Xo'p, rahmat aka. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rasizmi? Bitta savolga javob berib ko'ring. Yo, men orqamda turasiz, ko'rinmaydi yuzingiz. Bitta savolga javob bering. Nurafshondagi qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Hech qaysi birini bilmayman. Mayli. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam bo'ladimi? Qaysi Nurafshondagi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Registon o'quv markazida. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam bo'ladimi? Qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor Nurafshonda? Step School'da. Assalomu alaykum aka. Ingliz tili o'quv markazidan bilasizmi Nurafshonda? Ingliz tili o'quv markazidan. Bor yo'lda. Qaysi birida eng katta natija bor deb o'ylaysiz ingliz tili o'quv markazlarida? Endi uni aniq bilolmadim. Men bormaganimdan keyin qiyin, lekin nevaram boradi o'sha yerga. Nomi nima? Nimani? O'sha joyi boradigan joy, nevarangiz qayerga boradi? Bilmayman. Shu men bu Mamaqrada ko'chadan nariyoqqa o'tgandan keyin-da. Real magaziniga yetmasdan turib. Tushunadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'ringlar. Nurafshondagi qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Step School. Step School. Rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rasizmi? Qaysi Nurafshondagi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Step School'da. Rahmat. Assalomu alaykum. Ingliz tili o'quv markazlarini bilasizmi Nurafshonda? Vasha bilmaysizmi? Mayli. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rasizmi? Step School. Nurafshondagi qaysi o'quv markazida eng katta natija bor? Men o'ylaymanki Step School, chunki o'zim ham Step School'ga boraman. O'qiysizmi yani? Mayli, rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam bo'lar. Bular Step School'da o'qiydi endi. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rasizmi? Iltimos, Nurafshondagi qaysi o'quv markazida eng katta natija bor? Ingliz tili o'quv markazida. Bilmayman. Bitta aytib ko'ring-chi, bir taxmin qilib ko'ring. Step School. Step School sizchi? Nima deb o'ylaysiz? Mayli. Assalomu alaykum. Bitta savol so'rasam bo'ladimi? Nurafshondagi qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Bilmasam. O'quv markazidan bilmaysizmi? O'quv markaziga bermaganman-da, hali bolalarim kichkina. O'zim ham hali bormadim. Mayli bo'lsa. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rmaysizmi? Nurafshondagi qaysi o'quv markazida eng katta natija bor? Ingliz tili o'quv markazida. O'qib ko'rmaganman-ku, lekin Step School bo'lsa kerak. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum bolalar. Bitta savolga javob berib ko'rasizlarmi? Nurafshondagi qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Step School'da.
Step School'da. Rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rasizmi? Mayli. Nurafshondagi qaysi o'quv markazida eng katta natija bor? Ingliz tili o'quv markazi. Step School bo'lsa kerak. Rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rasizmi? Nurafshondagi qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Bilmayman. O'quv markazidan. Mayli. Assalomu alaykum. Bitta savolga javob berib ko'rasizmi? Nurafshondagi qaysi ingliz tili o'quv markazida eng katta natija bor? Kim biladi, bolalarimiz hali yoshmasda, hammasi katta. Yo'q, mayli. Sizlar Nurafshondagi o'quv markazlarini bilasizlarmi? Ingliz tili o'quv markazlarini. Buxoro bor, Registon bor. Keyin qanaqa edi? Step School? Qaysi birida eng katta natija bor deb o'ylaysiz? Registonniki bo'lsa kerak. Sizchi? Shu biz ham shu bir xil qo'shilamiz. Mayli. Atga endi boramiz.